farzandlar siz bilan bizni vujudimizni davomi. Biz o'lib go'rga borib yotganimizdan keyin bolalar bizga savob jo'natadigan solih inson bo'ladimi yoki boshqa bo'ladimi? Yo padaringga la'nat deb turib bizga la'nat olib beradiganlardan bo'ladimi? Bizga kerak bu narsa. Qaytarib aytamiz. 5 mahal namoz o'qishlik uchun ozgina sabr kerak. Bir oy Ramazon roza tutishlik uchun ozgina sabr kerak. Chunki bir oyda tugatdi. Haj uchun 3 kun amal. 3 kun sabr qilsangiz, ehnomdan chiqasiz, oddiy yuraverasiz. Ammo bola tarbiyasi, birodarlar, juda ham uzoq vaqt talab qiladi. 15 yil, 20 yil ketadi tarbiya qilishlikka bo'ladi. Lekin agar mana shu ishni uddasidan o'tsangiz, bilasizmi, mevasi qanaqa shirin bo'ladi. Bola 15 ga kirdi, 20 ga kirdi, bo'ldi, ishdan qutuldingiz, dunyo ishdan. Otam jannatim eshigi, onam jannatim eshigi bo'ladimi, ehtiyot qilishligim kerak. Dada siz ishlamay o'tiring, mana men o'zim topib kelib ham yo'lda qilaman dedi. Endi bunaqa